düşerdi ya hayalin. Ahvolini qarang. Qanaqa kasallik bu? To'xtab hozir bitta gaplashib ko'ring. Katta bola yaqinda uylansa nima qolsa? Men o'zim xolamayapman. Miyamga o'rnashib qolgan qanaqadir ibratli video yoki aqlli gap eshitsam o'ynaveryapman. Qancha qara, erkak kishi erkak bo'lish kerak. Bazı gecelerde düşerdi ya hayalin. G'ulom aka, meni yaqinda yerga berib yuborishadi. Tezroq harakatingizni qiling. Hozir bu gaplarni gapirmay tur. Nima deganingiz bu? Hozir gapirmasam qachon gapiraman? Sevgimiz uchun kurashing. Bazı gecelerde düşerdi ya hayalin. Niyatingiz jiddiy ekan. Ko'rinishingizdan esli hushli bolaga o'xshaysiz. Mana bitta qizim bor. Uni xafa qilish kerak emas. Mastlik qiling. Men ham ayolimni xafa qilmaganman. Oila muqaddas. Tinchlikmi? Voy, men bor uzr. Men seni aqlli etsam, g'irt bachkar ekansan-ku. Senga qizim bermayman, yo'qol. Yo'qol. Ulan nimalar qilib qo'yding? O'chirib tashlayman shu Instagramni. Gecelerde düşerdi ya hayalin. Pencerelere gözlerim değdi uzunca gözlerim.